PSG jamoasi Real Madriddan o'zgacha uslubda qasos olmoqchi. Ular buning uchun yashirin rejalar ham tayyorlab qo'yishdi. Do'stlar, buni bilishdan oldin futbolga oid eng zo'r sahifalardan biriga obuna bo'lishni unutmang. Gap shundaki, o'tgan mavsum Real klubi Mbappe bilan shartnoma imzolagan va Kylian jamoaga tekinga tushgan edi. Parijliklarning esa bundan qattiq jahli chiqqan va buning uchun Real Madriddan qasos olishmoqchi. Ular hattoki puxta reja ham o'ylab qo'yishdi. Ya'ni PSG yashirin ravishda Vinicius Junior transferiga tayyorlanmoqda. Parijliklar Vinining vakillari bilan allaqachon dastlabki muloqotlar o'tkazgan. Vinicius Parijda asosiy yetakchi bo'lishi kutilmoqda. Jamoaning o'yin uslubi aynan Vinining atrofida shakllantirilishi rejalashtirilgan. Qiziq tomoni shundaki, braziliyalik futbolchining Real bilan shartnomasi 2027-yil yozida tugaydi. Transfer aynan shu paytda amalga oshirilishi kerak. Ya'ni PSG bu bilan Mbappe transferi uchun Real Madriddan qasos olmoqchi. Xo'sh, siz nima deb o'ylaysiz? PSG bu ishni uddalay olarmikan? Shaxsiy fikrimcha, Real Madrid va PSV Vinini osonlikcha berib qo'ymasa kerak. Fikrimga qo'shilsangiz, like bosib qo'ying.